Hurmatli mas'ullar, Qashqadaryo viloyati Nishon tumanida ta'lim xodimlari mana majburiy mehnatga jalb qilinib ishlatilmoqda. Mana Nishon tumani xodimlari, mana ta'lim xodimlari majburiy mehnatga jalb qilinyapti. Mana Nishon tumani maktabgacha maktab ta'lim bo'lim boshlig'i Baxtiddin Davlonovning mana xizmat mashinasi, ta'lim sohasida odam. Mana ta'lim xodimlari mana majburiy mehnatga jalb qilinyapti. Hurmatli mas'ullar, bunga qanday sizlar baho berasizlar, qanday huquqiy baho berasizlar bilmadim. Mana haqiqiy holat Nishon tumani maktabgacha maktab ta'limida majburiy mehnat xodimlarini ishlatib ana shunday holat qilyapti. Mana Nishonda ta'lim xodimlari majburiy mehnatga jalb qilinyapti. Mana hurmatli mas'ullar, mana rayona mudiri Baxtiddin Davlonov nimaga ta'lim xodimlarini majburiy mehnatga jalb qilyapsiz? Nima deysan? Ta'lim xodimlarini majburiy mehnatga jalb qilyapsiz. Kim majburiy mehnatga jalb qilyapsiz? Sizda? Bekor aytibsiz. Nima qilyapsiz? Qaysi ta'lim xodimi bor bu yerda? Maktabgacha ta'lim xodimlari. Sen olishdan boshqa ishing yo'qmi? Yo'q, sizning shunday haqqingiz bormi? Majburiy mehnatga jalb. Ishing yo'qmi boshqa? Ana holatlarni videoga olib ketyapmiz. Mana ta'lim xodimlarini majburiy mehnatga jalb qilyapti. Mana holat ko'rishingiz mumkin. Mana maktab xodimlari mana shu. Sizlar qaysi maktab aka? 43-maktabmi? Sizcha aka? 43-maktabmi? Nima bunday majburiy mehnatga jalb qilinyapsizlar? Sog' oling. Ha? Aka, nimaga bunday? Majburiy mehnatga jalb. Baxtiddin Davlonov jalb qilyaptimi? Maktab direktorimi? Mana holat Nishonda mana shunday holat. Nishon tumanida holat mana shunday. Mana maktab xodimlarini majburiy mehnatga jalb qilib ishlatishyapti. Mana hurmatli prezident Nishonda ta'limni mana Baxtiddin Davlonov o'zi ishlatyapti, ko'rdingiz. Mana maktab xodimlarini, mana rayona xodimlarini, ta'lim sohasini majburiy mehnatga jalb qilib